Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bo'lib atqan kun tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzga sunuşdurışımız. Qanamızda diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitoyning bostirishlar haqida doklad tayyorlash talab qilindi. Xabar 7 to'rining tunuyinki xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerika Avam palatasining tasdiqidan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq siyosatlari qonunining mazmuniga asosan Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlik organlaridan Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan yuqori besimli siyosati va Uyg'ur turklarining yig'ilish lagerlariga qamalishi haqida keng doiralik bir doklad tayyorlash talab qilingan. Mazkur qonun loyihasida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan va Xitoy yurgizayotgan besimlarga qarshi harakatga o'tgan Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonda oila tavobatlari duch kelayotgan tahdidlar va tutib ketish qilmishlarining tashkillanishi talab qilingan. Xabarda yana kishilik huquqni kuzatish tashkilotlarining bir parcha doklad e'lon qilganligi. Dokladda yaqinqi 2 yil ichida Sharqiy Turkistonda zo'r ko'lamdagi kishilarning xavfning oldini olish tadbiri nomi bilan nohaq tutib ketilganligi, lagerga sababsiz ilib ketilgan Uyg'urlarning kimlik ham madaniyatlarini yo'qotish nishon qilingan kishilik huquq dafsanchiliklarining davomlashayotganligi, xalqaro jamiyatning qattiq tanqidiga uchrayotganligi bildirilgan. İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birliği Cəmiyyət Mərkəzində 13-sentabr İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birliği məsləhət yığılışı Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Mərkəzi işxanasında içildi. Məsləhət yığınına İslam Dünyasıdakı ictimai təşkilatlarının vəkilləri iştirak qildi. Məsləhət yığında Şərqi Türkistan Maarif Cəmiyyətinin Şərqi Türkistan davası yolunda qılıbatqan xizmətləri tonuşturuldu. Arqadan Şərqi Türkistanın hazırkı vəziyyəti və Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqi ustida yurgizayotgan bostirish, dinsizlashtirish siyosatlarini tunishtirish bilan birga Sharqiy Turkiston xalqi boshdan kechirayotgan zulm va qirg'inchiliklarni islom ellarining ko'rmas bo'lib olganligi o'tirg'a qo'yildi va bu xil vaziyatda qanday tadbirlarni qo'llanish haqida tafsiliy muzokara qilindi. Filippinda 277 Xitoy nazorat qilindi. Turkiya Ovoz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Filippinning aloqador mas'ullari to'r orqali aldamchilik qilganlik aniqlangan 277 Xitoy fuqarosini nazoratga olganligini e'lon qilgan. Xabarda Filippin Ko'chmanlar Komiteti boshlig'i Jayman Morintaning chorshanba kuni Pasig shahridagi Ortigas iqtisodiy rayonidagi tutish harakatida to'r orqali aldamchilik qilganlik aniqlangan 277 Xitoy fuqarosini nazoratga olganligini, bu harakatning Maniladagi Xitoy elchixonasiga uqtirganligi, tutish harakatining Xitoy doiralari bilan maslashgan holda ilib berilganligi qayd qilingan. Xabarda aytilishicha, Xitoy doiralari bu vaqtda bildirgan ifodasida nazoratga olingan Xitoy fuqarolarining Xitoyda aldamchilik jinoyati sababli tutish buyrug'i chiqarilgan kishilar ekanligini hamda ularning pasportlarining amaldan qoldirilganligini bildirgan. Roshan Abbas xonim Sharqiy Turkiston Nuzugum Kultur va oila jamiyatini ziyorat qildi. 13-sentabr aktiv faoliyatchi Roshan Abbas xonim Nuzugum Kültür və Ailə Cəmiyyətinin Zeytinburundakı fəaliyyət o'rnini ziyorat qildi. Nuzugum Cəmiyyətinin yetimlərə kepil bo'lish xizmat gruppasidagi xonimlarning xizmat haqida doklad berish və muhokama yig'ini hamda Nuzugum Cəmiyyətinin qurg'uchi a'zolari qaralik ilib berayotgan muzokara yig'inining ikkinchi bosqichiga ulgurib yetib kelgan. Roshan Abbas xonim Nuzugum Cəmiyyətida xizmat qilayotgan xonim qizlar bilan tanishdi. Roshan Abbas xonim Nuzugum Cəmiyyətida o'rtaq nishonda qizg'in xizmat qilayotgan xonim qizlarni ko'rib, bu manzaradan to'limi ta'sirlanganligini bildirdi. Ziyoratda Nuzugum Cəmiyyəti a'zolari va Shamshqamar Artish xonimlar Roshan Abbas xonimning buningdan 17 yil burun Guantanamo turmasiga qamalgan Uyg'urlarni qutqizish uchun ko'rsatgan xizmatlari va hozirgi Sharqiy Turkiston davosi yo'lida qilayotgan xizmatlarga rahmatlarini bildirdi. Jamiyat qurg'uvchilari Roshan Abbas xonim bilan davo xizmatidagi hamkorlikning unumi va roli haqida fikr almashtirdi. Bu yil Sharqiy Turkistonda 839 kadr bir taraf qilingan. 13-sentabr Xitoyning Zuvani bo'lgan Xinjiang gazeti xabarida oshkorlanishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonidagi intizom tekshirish va reviziya tarmoqlari bu yilning 5-dan boshlab hozirgacha Xitoyning 8 xil belgilamasiga xiloflik qilish bahonasi bilan 839 nafar kadrni bir taraf qilib, 661 kadrga intizom va ma'muriy jazo berilgan. Xabarda Xitoy doiralari bu yil 5-dan boshlab hozirgacha 774 deloni aniqlab chiqqanligi
774 deloga chetishliq 839 nafar kadr bartaraf qilinib, 661 kadrga intizomga xiloflik qilish jazosi va ma'muriy jazo berilganligi. Xitoy raisi Xi Jinpingning hokimiyat beshiga chiqqandan keyin chiriklikka qarshi turish harakati qo'zg'ab, tuzumga xilof yeb ichish, tuzumga xilof sovg'a salom elish, hukumat ashyolarini tuzumga xilof ishiltishni o'z ichiga olgan 8 xil belgilama chiqarganligi bildirilgan. Bu belgilama yaqinqi 2 yil ichida Sharqiy Turkistonda nurg'un yerlik kadrlarning jazolanishiga sabab bo'lgan. Yuqorqi 8 xil belgilama Xitoyning Uyg'ur rayonidagi siyosatga yoshirin qarshi turgan yoki uni aktiv qo'llamagan Uyg'ur kadrlarini jazolashning bahonasiga aylantirgan. Atalmish Xinjiang gazeti xabarida oshkorlanishicha, Uyg'ur Abdunum rayonlik intizom tekshirish va reviziya komiteti va 9-sentabr kuni Xitoyning mazkur belgilamaga xilof qilgan 8 tipik delon e'lon qilgan. Bu 8 tipik deloda Avat nahiyalik 1-o'rta maktabning mudiri Hurgul Davud, Xotan shahri Narbaq ijtimoiy rayonining boshlig'i Rozinisa Hushurning ismi tilga olingan. Hurgul Davud Qurban hayitlik sovg'a qabul qilish, Rozinisa Hushur Qurban hayitda boshqalarning bergan bizak buyumi, qo'l sayti qatorliq sovg'atlarini ilish bilan ayblangan. Amerika Demokratchilar partiyasi prezident nomzodlarining munozirasida Uyg'ur masalasi yana tilga olingan. Amerika Demokratlar partiyasi prezident nomzodligini talashish saylamining 12-sentabr kuni Florida shtatida o'tkazilgan nomzodlar munozirasida Uyg'ur masalasi yana tilga olingan. Demokratik partiya nomzodligining biri Amerikaning sobiq uy va shahar taraqqiyot ministri Julian Castro o'zining prezidentlikka saylanib qolsa yo'lga qo'ydigan siyosatlarini tunishtirganda Uyg'urlarni tilga olgan. U Uyg'urlarning Demokratik partiya nomzodlarining hozirga qadar o'tkazilgan munozirasida ikkinchi qitim tilga olish ekan. Julian Castro Amerikaning kishilik huquq masalasida dunyodagi yetakchilik o'rnini joriy qildirishi kerakligini bildirib, bizning kishilik huquqqa o'xshash sohalarda rahbarlik o'rnimizga qaytib kelishimiz kerak. Bizga Xitoyda millionlagan Uyg'urlarning turmalarga qamalganligi ma'lum. Hozirning o'zida bu kishilar turmalarda xo'rlashga uchirmoqda degan. 12-sentabr kuni o'tkazilgan munozirga Demokratik partiyadan o'zini nomzodlikka ko'rsatgan 10 nafar kandidat qatnashgan. Nomzodlarning ichidagi Kengash palata a'zosi Elizabeth Warren, Kamala Harris, Bernie Sanders, Amy Klobuchar qatorliq Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiga imzo qo'ygan palata a'zolaridir. Bu yil 1-oyda Jumhuriyat Kengash palata a'zosi Rubio ve Demokratik Kengash palata a'zosi Manazar tarafidan sunilgan mazkur qonun loyihasi 11-sentabr kuni Kengash palatasida birdak ma'qullangan. Mazkur qonun loyihasining Kengash palatasida ma'qullanishi Xitoyning 2 milliondak Uyg'ur, Qozoq ve boshqa musulmonlarni tutqun qilib, lagerlarga qamagan bir vaqtda Xitoy shundaqla dunyoga berilgan kuchli signal deb qaralgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.